Men ering o'ynashiman. Nima? Biz ering bilan 1 yildan beri uchrashib yuramiz. Shu paytgacha bilmaganingni qara. Bilgan bo'lsam-chi? O'ynab tashlab ketdimi? Uygacha kelibsan. Nima kutganding? Oilasidan ajrashib, sen bilan yashash kerakmidi? Erkaklar ham ahmoq emas. Senga o'xshaganlarni o'ynab, keyin baribir oilasiga qaytishadi. Ering meni sevadi. Begim, Oh! o'zingiz oqlashingiz shart emas. Uni sevasizmi? Onasi. Mana eshitgan. Uni sevasizmi? Yo'q. O'rtada farzandinglar bormi? Yo'q, albatta. Nima deganing bu? Eshitdingmi? U san o'ynab bo'lgan. Agar uyga borib, janjal qilib, o'zimga qaytarib olaman, oilasidan ajrashtiraman deb o'ylagan bo'lsang, chuchvarani xom sanabsan. Men qanaqadir suyog' oyoni deb oilam bilan ajrashmayman. Endi borginde boshqa o'ynash top. Bunaqalar qilib yotibdi-yu. Faqat ularning xotiniga achinaman. Endi ozodsan. Qushcha bora qol. Yo'qol! Dura, cho'knutaya. Biz ayollar oilani saqlab qolish uchun hatto mard erkaklardek bo'lishimizga to'g'ri keladi. Agar mard erkaklar qolgan bo'lsa